Ingliz tilida har kuni 1% ga yaxshilaymiz. Bugun reading o'rganamiz. Reading comprehensioningizni oshirishingiz uchun yaxshiroq tarjima qilishni o'rgataman. Xo'p, mana bu naqa gaplarda ko'pchilik kandidatlar qiynaladi tarjima qilishga. Shuning uchun bularni alohida ranglarga bo'yab oldim. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz nima? Gap murakkab, haqiqatan ham. Kelinglar birinchi egani aniqlab olamiz. Ega qayerdan qayergacha? The data deyapti, axborot yoki ma'lumot. Endi mana bu yerda, mana bu qismida nima tushib qolgan? Z tushib qolgan. The data, that tashlab ketish mumkin murakkab grammatikada. Endi mana shu the datadan keyingi yashil bilan belgilangani bu qanaqa dataligini izohlayapti. The data I've observed to this point. Endi kelinglar, birinchi mana bu narsani ko'rib olamiz. I've observed. Bu present perfect zamoni. I have observed bo'ladi keyin ketmasi. Bu yerda qisqartirib yozilgan. Nima degani? Men aniqlagan bo'ladi. Endi to this point nima degani? To this point to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, bu nuqtagacha yoki bu nuqtaga bo'lib qolibdi. Endi qo'shib tarjima qilib ko'raylik, chiqadim. Men bu nuqtaga aniqlagan axborotim. Yo'q, tarjima chiqmayapti. Demak, to this point ma'nosi boshqacha bo'lishi kerak. Xo'p, buni tarjimasi to this point tarjimasi hozirgacha, shu kungacha, hozirgi vaziyatgacha degani so far desam bo'ladi yoki up to the current time desam bo'ladi, hozirgi vaqtgacha. Endi kelinglar shu yog'iga tarjima qilamiz. The data I've observed to this point. Ma'lumot qaysiki men shu nuqtagacha, shu paytgacha aniqlagan. Ana. Boshida sizlarga xunukroq tarjima qilib ko'rsataman, keyin birgalashib hammasini qo'shib chiroyli tarjima qilamiz. Ega ketdi mana shu yashil nuqtagacha. Xo'p, keyingisi bizada verb kelyapti. Ingliz tilida hamma biladi, subject plus verb bo'ladi. Imply. Imply nima degani? Imply degani nazarda tutmoq, taqdim qilmoq degan ma'noda keladi. Xo'p, endi imply yana qo'shib tarjima qilamiz. Men hozirgacha o'rgangan ma'lumot implies shuni nazarda tutadiki, shuni taqdim qiladiki, nima uchun s qo'shilyapti imply ga desanglar, mana bu data ga qarasalar, data sanalmaydigan ot hisoblanadi. Ingliz tilida present simple zamonda 3-shaxs birlik bo'lsa yoki ot sanalmaydigan bo'lsa, verbga, fe'lga ses qo'shimchasi qo'shiladi. That deyapti yana bitta. Endi that bu bizda relative pronoun. Bu nima qiladi? Bu o'zidan oldin kelgan gapmi, nounmi farqi yo'q. O'zidan oldin kelgan narsani izohlaydi. Demak, bu biza hozirgacha aniqlagan ma'lumot shuni ochiqlaykanki, shuni taqdim qilaykanki, nimani taqdim qilishini ana shu z tushuntiradi bizga. Shuni taqdim qiladiki, okay, bro, nimani taqdim qiladi desa, bizga z tushuntirib beradi. Endi z ichini o'qiymiz. Xo'p, the elephants were responding. Fe'llar javob berayotgan bo'ladi yoki javob berayotgan edi yoki javob beradi tarjima qilsam bo'ladi. Xo'p, buni qizilga olganim bitta kichik gap, zdan keyingi bitta kichik gap. Endi keng narsaga nima uchun ikkita rang qilganim? Xuddi mana bu tepadagi the data ga o'xshatib shunaqa gap tuzilgan. The way o'zi way degani yo'l degani ko'proq. Lekin bu yerda fe'llar observed qilgan nimadir ma'lumot bo'lyapti, lekin yo'l tushmaydi bu yerga. The way ikkinchi tarjimasi usul. Uslub. The way that tushib qolgan bu yerda ham. The way that usul qaysiki I always expected. Qaysiki men doimo kutgan. Qaysiki men har doim shunaqa bo'ladi deb kutgan usul demoqchida. Endi kelinglar qo'shib tarjima qilamiz. The data I've observed to this point. Men shu paytgacha kashf qilgan, aniqlagan va axborotim shuni taqdim qiladiki, shuni nazarda tutadiki, fe'llar har doim men o'ylagan, men kutgan usul bilan nimada javob berarkan. Javob berayotgan ekan bo'lagan, lekin javob berarkan deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Xo'p, shunaqa
Har kuni ingliz tilingizni 1% ga yaxshilaymiz. Videolar xudo xohlasa har kuni chiqadi.